Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatli azizlar, buyuk oyda, ro'za-i Ramazon oyida ibodatlarni qilib, tarovihlarni o'qib, Alloh taologa muqarrab bo'lishlik, Allohga yaqin bo'lishlik niyatida harakat qilib, jiddiy jahd qilayotgan aziz mo'min musulmon birodarlar. Alloh taolo ro'zani farz qilgan oyatning hikmatlarini aytdik. Bu oyatlardan keyin Ramazon oyining buyukligiga dalolat qiladigan so'zlardan keyin nima dedi bizga? Bizga ushbu oyatning davomida nima dedi? Faman shahida minkumush shahra falyasum dedi. Ya'ni ruxsat berilgan insonlarni aytdi. Ro'za tutmasligi ruxsat bo'lgan kasallar bor, musofirlar bor, ayollarning bir o'ziga xos holatlari bo'ladi. Mana bu holatlardan tashqari kimiki ushbu oyda hozir bo'ladigan bo'lsa, ro'za tutsin dedi. Alloh taolo yana qaytib o'sha kutiba alaykumus siyamda yuqorida boshidagi oyatlarni aytdik. O'sha oyatlarda farz ekanligini bayon qilgandan keyin bu oyatda ham Qur'on nozil bo'lgan ushbu Ramazon oyida kim hozir bo'lsa, kim shohid bo'lsa agar ro'za tutsin deb ro'zaning farz ekanligini aytdi. Shu oyatning oxirida Alloh taolo aytadiki: "Yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr." Alloh taolo sizlarga yengillikni xohlaydi, sizlarga og'irlikni xohlamaydi deydi. Ro'za tutmay yurishlikdan agar zohiran qarasakda, tashqi holatida qaraydigan bo'lsak, ro'za tutmay yurishlikdan ko'ra ro'za qiyinroq, mashaqqatliroq. Inson ba'zida och qolib qoladi. Ovqatlangisi keladi, ro'za payti ovqatlanish mumkin emas. Inson ba'zida chanqab qoladi. Ro'za payti suv ichish mumkin emas. Ya'ni bu holatda mana bu bemalol suv ichadigan, bemalol ovqatlanadigan kishiga nisbatan buning holati zohiran qaraganda mashaqqatliroq. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, bu yengillik deyapti. Yuridullohu bikumul yusr. Sizlarga Alloh taolo yengillikni iroda qiladi, yengillikni xohlaydi. Yani go'yoki aytayaptiki, ro'za tutishingiz tutmay yurishingizdan ko'ra yengil siz uchun. Oson. Inson, Alloh taolo bizni insonlarni yoki mo'min musulmonlarni uzoqroqqa qarashlikka buyuryapti. Uzoqroqni bir tafakkur qilishlikka, uzoqni ko'ra bilishlikka buyuryapti Alloh taolo. Aytayaptiki, to'g'ri, hozir bugunga nisbatan mashaqqatliroq bo'lishi mumkin ro'za. Lekin inson saxovatli bo'ladi, ro'za tutgan kishi qanoatli bo'ladi, sabrli bo'ladi. Inson o'zini tarbiyalaydi, go'zal xulqlar egasi bo'ladi. Bu inson uchun osonlik, bu hayotda yashashlik uchun yengillik bu o'zi aslida. Bu har bir inson, ya'ni tarbiyalangan inson uchun, uning farzandlari, u tarbiyalash uchun kerak bo'ladigan uslublar bor bunda. Uning farzandlari uchun, uning nabiralari uchun, butun oilasi uchun yengillik, yaxshilik ro'za. Ro'za tutmay yurishlik o'zi qiyinchilik. Vala yuridu bikumul usr. Qiyinchilikni iroda qilmaydi. Ro'za tutmay yurishlaringizni xohlamaydi Alloh taolo. Nega? Chunki ro'za tutmay yurish bugun uchun yengillik bo'lishi mumkin, lekin asli keyingi hayotingizda, kelajakda og'irlik bu. Jismoniy og'irlik, inson kasalligi ko'payadi. Moddiy jihatdan ziyodi xarajati ko'payadi. Ruhiy jihatdan ruhiyati tarbiyalanmaydi, sabrsiz bo'ladi, qanoatsiz bo'ladi, riyozatsiz bo'ladi inson. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, bu yengillik ro'za. Alloh sizlarga yengillikni iroda qiladi, og'irlikni xohlamaydi. Va litukmilul idda va litukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun. Davomida Alloh taolo aytayaptiki, Ramazon oyining sanog'ini mukammal qilinglar. Ya'ni boshidan oxirigacha tutinglar ro'zasini. Sabrsizlik qilmanglar, boshidan oxirigacha tutinglar. Va Alloh taolo sizlarni hidoyat qilganligi uchun, ya'ni o'zingiz erishib qolmadingiz. Har kim ham man aqlimdan kelib chiqib, man o'zim yaxshi fikrlayman uchun ro'zani ro'za deb bildim, man ro'za tutdim deb o'ylamang. Yoki Alloh taoloning borligini, birligini, yagonaligini, bu payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalarini o'zimning kuchim bilan topib oldim deb o'ylamang. Alloh hidoyat qildi. Alloh hidoyat qilganligi uchun Allohni ulug'lang deyapti. Va litukabbirulloh ala ma hadakum. Alloh sizlarni hidoyat qilib to'g'ri yo'lga boshlaganligi uchun
mana shunday Ramazon ro'zasini tutishlik darajasiga chiqarganligi uchun, bu juda buyuk daraja, juda katta ne'mat. Shu darajaga chiqarganligi uchun Alloh taoloni ulug'langlar, Alloh taologa hamd va sano aytinglar. Shukr qilishingiz uchun bu ishlarni qilyapman. Shukr qilishingiz uchun bu narsalarga chorlayapman, deyapti. Chunki sizni oldingizda ne'mat bor. Sizga boshqalarga berilmagan juda katta ne'mat bor. U ham bo'lsa Ramazon ro'zasiga yetib kelishlik. Ramazon ro'zasini farz ekanligini anglab yetishlik. Ramazon ro'zasida ro'za tutishlik, niyat bilan, ixlos bilan ro'za tutishlik. Shu oyni bir ibodat oyi deb, ibodat mavsumi deb qabul qilib duolar qilishlik va duolaringizni mustajob bo'lishligi bu juda katta ne'mat. Shuning uchun shukr qilinglar, deyapti Alloh taolo. Keyingi oyatda juda go'zal bir so'zni aytadi Alloh taolo. Ramazon haqida, Ramazonning farz bo'lishligi, Ramazon oyi Qur'on oyi ekanligini bayon qilib kelib, keyingi oyatda o'sha betni pastida sahifani va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vatad da'i iza da'an. Agarda deydi payg'ambar alayhisalomga to'g'ridan to'g'ri xitob qilib, iza sa'alaka ibadi anni, bandalarim agar sizdan men haqimda so'rashsa deydi, fa inni qarib, men ularga yaqinman. Qarang azizlar, Ramazon ro'zasini bayon qilib kelib, oxiriga yetgandan keyin duosini qabul qilaman, deyapti. Ujibu da'vatad da'i iza da'ani. Agar duo qilsa duosini qabul qilaman, deyapti Alloh taolo bandamni. Bandamga yaqinman. Kim ro'za tutsa, Alloh uchun ixlos bilan, niyat bilan ro'za tutsa Allohga yaqin bo'ladi. Alloh taolo unga yaqin bo'ladi. Alloh taolo uning duosini mustajob qiladi. Ro'za tutaylik azizlar, Alloh uchun xolis niyatda ro'za tutaylik va xohlagan narsamizni Allohdan so'raylik. Alloh taolo ijobat qiladi. Hech qachon qo'llarimizni quruq qaytarmaydi. O'zimiz uchun, farzandlarimiz uchun, ahli oilamiz uchun, ota-onalarimiz, jamiyatimiz, xalqimiz, vatanimiz uchun ko'plab xayrli narsalarni duo qilib so'raylik. Alloh taolo barchalarimizni ro'zamizni, ibodatlarimizni, duolarimizni qabul qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.